Endometrioz. Sizda ayol sifatida himoyalanmaganlik tuyg'usi bor. Siz doim sizga hujum qilayotganlarni his qilasiz. Erkakdan yomonlik kutasiz. O'zingizni ayol sifatida namoyon qila olmaysiz va qanday qilib namoyon qilishni bilmaysiz. Shu bilan birga doimiy ravishda o'zingizga ta'na qilasiz. Shuningdek, erkaklar sha'niga ham ta'na, shikoyat va alamlar yog'dirasiz. Ayol hayotidagi ranj, alam va ko'ngil qolishi bachadondagi o'zgarishlarga olib keladi. Bunday hollarda ko'pincha ayollar muhabbatni qandaydir boshqa tuyg'ular bilan almashtirib qo'yadi. Endometriozga chalingan bir mijozim juda yosh ayol iqror bo'ldi. Bilasizmi, mening ajoyib erim bor. U yaxshi odam, bolalar uchun juda yaxshi ota. Biroq menda unga nisbatan muhabbat yo'q. Ammo shuni bilamanki, muhabbat birinchi o'rinda turishi kerak. Endometrioz va bachadon doimiy qon ketishiga chalingan boshqa bir mijozim qisqa va oddiy qilib gapirdi. Men erkaklarni sevmayman. Shu kasallikka chalingan yana bir ayol o'z hikoyasida davomida shunday deb aytdi: Mening erim juda halol odam, biroq men boshqasini sevaman.